Sizlar haqsizlar. Oddiy rubashkalar doim bagati ko'ringan, lekin uni birgina ro'mol bilan stilizatsiyalashtirsa, undan ham chiroyli ko'rinadi. Men sizlarga ustinglarda stilni turadigan 3 xil obraz ko'rsataman. Bu obrazlar meni ustimda chiroyli ko'rindimi? Sizlarning ustinglarda undan-da chiroyli turadi. Agar o'zingizlarga yoqsa, ko'chaga kiyib chiqishdan umuman uyalmanglar qizlar. Chunki ro'mollar 2025-yilning eng trendiy aksessuarlaridan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa qiyin joyi yo'q, to'g'rimi qizlar? Undan tashqari juda ham stilli ko'rindi. O'zingiz qilgan mehnatingizni shunchaki maqtayapsiz-da deyishingiz ham mumkin. Lekin ishxonaga bu usullardan foydalanib borsam, deyarli hamma bitta ro'moldan juda ham ko'p obrazlar yaratasiz, xuddi kiyimingiz ko'pday ko'rinadi deyishadi. Ayniqsa mana shu stil ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Shoshmay turinglar, hali yana bittasi bor. Ko'rsatayotgan barcha usullarimni o'zingizlarning uyingizda bor, xohlagan ro'molingizdan foydalanib qilib ko'rsanglar bo'ladi qizlar. Bu usul korsetning o'rnida bosolmaydi-yu, lekin biroz korsetga o'xshab turib beradi. Nafaqat ro'mollardan, boshqa aksessuarlardan foydalanib ham layf haklar chiqaraman. Meni yo'qotib qo'ymasligi uchun esa menga obuna bo'lib qo'yinglar.